qanday nomlashadi? Bilmayman. Bizda shunday miyalar bor. Вообще ishlamagan miyalar bor-da. Свежий turibdi shunday. Assalomu alaykum. Hozir sizga bitta savol beraman. Agarda siz savolimga to'g'ri javob bersangiz, Sarmoya Books'dan ushbu sovg'amizni yutib olasiz. Savol shundan iborat: xalq og'zaki ijodida ayyorlik, makkorlik, sehrgarlik, jodugarlik, afsungarlik kabi sifatlarni Yalmog'iz kampiriga beriladi. Va Yalmog'iz kampiri xalq og'zaki ijodida yana qanday nomlanadi? Вот это поворот! Yo'q, bilmayman. Yalmog'iz kampir deshadi, jodugar deshadi, afsungar kampir deshadi, jodu kampir deshadi, jodugar, yana afsungar deshadi. Bilmadim. Yo'q, bilmayman. Ishtirok uchun rahmat. Tulki? Stop it. Yo'q. Shum kampir. Yo'q, ertaklarda yana sal boshqacharoq nomlashadi. Yalmog'iz, jodugar, zonim. Qo'shiq nomi Malika menda qara. To'xting, Yosuman. Yosuman. To'g'ri? Yosuman-da. Ishtirok uchun rahmat. Siz Sarmoya Books'dan ushbu kitobni yutib oldingiz.